Airbus A320 samolyotda Porsche'dan xursand. Bugun C6428 son qatnovi bilan Sankt-Peterburg Namangan yo'nalishi bo'yicha uchuvchi ekipaj xavfsizligingizni ta'minlaydi. Uchish vaqti 4 soat va 40 daqiqani tashkil etadi va uchish balandligi 35 000 fut. Eslab o'tamiz, samolyot harakatlanish boshlash bilan kamarlar taqilsa, parvoz chirog'i o'chganiga qadar hojatxonalar yopiladi. Ayni vaqtda barcha elektron vositalar va mobil telefonlar parvoz rejimiga o'tkazilgan yoki o'chirilgan bo'lishi kerak. Sizlardan xavfsizlik vositalari namoyishi va ekipaj axboroti vaqtida, shuningdek samolyot ko'tarilishi vaqtida ishtirokchilardan foydalanmaslikni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Damga господа, O'zga tayyormiz. Xavfsizlik kamarlarini taqib, stolchani yig'ib, illyuminator pardachalarini oching. Sizga yoqimli parvoz tilaymiz. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, столик закрыт, шторки иллюминаторов открыты. Приятного вам полета. Parvoz xavfsizligiga binoan ayni vaqtda barcha elektron vositalar va mobil telefonlar parvoz rejimiga o'tkazilgan yoki o'chirilgan bo'lishi kerak. Sizlardan samolyot qo'nish vaqtida eshitgichlardan foydalanmaslikni so'raymiz. Eslatib o'tamiz, hojatxonalar bir necha daqiqadan so'ng yopiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Дамы и господа, самолет приступает к снижению. Мы прибываем в международный аэропорт города Наманган. Температура воздуха плюс 20 градусов по Цельсию. Просим вас занять свое кресло. Застегнуть ремень безопасности, убрать откидной столик и открыть штору иллюминатора. Xonimlar va janoblar, biz qo'nishga tayyormiz. Xavfsizlik kamarlarini taqib, stolchani yig'ib, illyuminator pardachalarini oching. E'tiboringiz uchun rahmat. Zo'r qo'ydi lekin. Bu ishi zo'r qo'ydi, haqiqatdan. Butun taqada to'ladi. Ha, shundan ko'ta taqalar zo'r qo'ydi. Xudoga shukr yetib oldi mana Namanganga. Hamma shoshilyapmiz. Hamma uyga shoshilyapti. Mana nihoyat yetib keldi. Xudoga